Tashrifingiz uchun rahmat. Siz uchun juda yaxshi yangiligim bor. Yaqin yillar ichida insonlar butun tarixda ishlab topilgan puldan ko'proq pul topishadi. 1900-yilda Amerikada bor yo'g'i 5000 ta millioner bor edi. 2000-yilga kelib esa ularning soni 5 millionga yetdi. Bu 1000 barobar o'sish degani. 2001 va 2002-yillarda ularning soni biroz kamaygan bo'lsa-da, so'nggi 2 yilda millionerlar sonida 33% o'sish kuzatilib, 8,2 millionga yetdi. Ahamiyatga joizki, ularning barchasi o'z mehnati tufayli erishgan. Bu degani, ular hech narsasiz boshlashgan va bir avlod umriga teng vaqtda shu boylikni to'plashgan. Hozirgi kundagi Amerikaning eng boy kishilari Warren Buffett, Michael Dell va albatta Bill Gates, Paul Allen va Walton oilasi birinchi avloddagi multimilliarderlardir. 12 trillion dollarlik iqtisodiyotimiz yiliga 500-600 milliardlik o'sish qayd etayotgan paytda bu pullar kimningdir qo'lidan o'tadi va sizning maqsadingiz esa uni qo'llaringizdan o'tkazish va bir qismini o'zingizda saqlab qolish. Bu yaxshi maqsad, shunday emasmi? Mening bugungi vazifam sizlarga buni o'rgatishdir. Yaxshi yangilik shundan iboratki, barcha qiziqqan narsalaringizga javob topilgan. O'zini millioner qilgan kishilarni juda ko'p o'rganishgan, analiz qilingan, intervyular olingan va bular orqali ularni qanday inson ekanligini, ular qanday fikrlashini, qanday qilib qaror qabul qilishini, nimalarni bajarib, nimalarni bajarmasligi tahlil qilingan. Bu tahlillarning eng ajoyib jihati shundan iboratki, siz ular qilgan ishni xuddi shunday bajarsangiz, xuddi shunday natijalarga erishasiz. Hozir yetarli pulim yo'q deb hisoblasangiz, xavotir olmang. Ko'pchilik shunday fikrlaydi. Ko'pchilik 40-50 yoshga yetib borgunlaricha pul yetishmovchiligiga duch kelishadi. Siz ham shunday holatda bo'lsangiz, buning qo'rqinchli joyi yo'q. Meni sizga beradigan savolim esa, siz shunday yashashni davom ettirmoqchimisiz? Javob esa yo'q. Men ham bu ishlarni boshlamasimdan oldin oddiy oila farzandi bo'lganman. Hattoki yuqori maktabni ham tugallamaganman. Maktab ta'limini yarmini olganman desam ham bo'ladi. Maktabni tugatganimdan so'ng faqat og'ir mehnat bilan shug'ullana olardim. Menga har doim aytishardi: agar yaxshi ta'lim olmasang, o'z o'rningga ega bo'la olmaysan. Yaxshi bahoga o'qimasang, kollejga kira olmaysan. Yaxshi ish topa olmaysan deb. Men bu gaplarga uzoq vaqt ishonib yurdim. Toki bir kuni menga o'xshab maktabni tashlab ketgan 100 ming yoki millionlab kishilar millioner bo'lishganini anglab yetmagunimcha. Buni sizga aytishimdan maqsad, hech narsa sizni o'z potensialingizni ro'yobga chiqarishdan to'xtatib qolmasin. Chunki 100 minglab kishilar tushingizga kirmagan yomonroq sharoitda bo'la turib, ajoyib ishlarni amalga oshirishgan. Shunday qilib, men bir necha yil davomida og'ir mehnat bilan shug'ullandim. Men qurilishda, ferma va molxonalarda ishladim. Zavodlarda soatlab bolt qotirardim. Bir kuni bunday ishlardan charchagan paytimda o'zimdan so'ray boshladim. Nega ba'zi kishilar boshqalardan ko'ra muvaffaqiyatliroq? Men muvaffaqiyatga erishgan kishilardan so'rash kerak degan fikrga keldim. Ular bilan uchrashib, ulardan sizlar nimani boshqacha qilyapsizlarki, siz erishgan narsaga men erisha olmayapman deb so'radim. Ular savolimga javob berishdi. Ularni maslahatiga quloq tuta boshlaganimdan so'ng natijalarim o'sishni boshladi. Bu o'rgangan narsalarim tufayli endi og'ir mehnat qilmasam ham bo'lardi. Shunda men savdo-sotiq sohasiga o'tdim. Men ishlayotgan savdo-sotiq kompaniyasida bir ishchi qolganlarga nisbatan 10 barobar ko'proq tovar sotayotgan edi. U bir xil tovarni bir xil sharoitda, bir ofisda o'tirgan holda, bir xil iste'molchilarga bir xil narxda sotib, qolganlarga nisbatan 10 barobar ko'proq pul qilayotgandi. Va men undan ham nimani mendan boshqacharoq qilayotganini so'radim va u menga javob berdi. Ularni tahlil qilib, sabab va natija qoidalari haqiqat ekanligini angladim. Bu borliqning eng kuchli, eng aniq qoidasidir. Bu degani, har bir narsaning ortida bir hikmat bor. Bundan kelib chiqadiki, biror narsaning sababini bilmasak ham, uning natijasi oqibatini tahlil etib, aniqlab olsak bo'ladi. Bu barcha ilmiy jarayonlar, tibbiy tekshiruvlar, marketing, hatto biznesning asosidir. Bundan kelib chiqadiki, o'zingizga kerakli narsani aniqlab, unga ta'sir eta oladigan bo'lsangiz va shunday holatda bunday natijaga to'g'ri kelmagan insonni topa olsangiz, ular nima qilganini bilib, xuddi shunday qilsangiz, siz ham shunday natijaga erishasiz. Shu narsani ta'kidlaymanki, muvaffaqiyat tasodif emas. Omadsizlik tasodif emas. Muvaffaqiyat o'z yo'liga ega. Bu degani, qanday ahvolda bo'lmang, muvaffaqiyatga erishgan insonlar yo'lini takrorlasangiz, siz ham ular erishgan narsaga erishasiz. Bu men uchun shok xabar edi. Keyinchalik psixologiyadan ham o'rgandimki, insonning baxtli va sog'lom bo'lishi uchun ikki narsa kerak ekan.
nazorat hissi. Inson o'z hayotini o'zi nazorat qilishi, har bir narsa sodir bo'lishida bir sabab borligi. Ikkinchisi esa uyg'unlik hissi. Narsalar bir-biriga uyg'un kelishidir. Bular orqali sabab va natija qoidasi hamma narsani tushuntira olishini anglab yetganimdan so'ng, men savdoda o'z cho'qqimga chiqdim. Men o'qidim, o'rgandim, malaka oshirish kurslariga qatnashdim va o'rganganlarimni amaliyotga tatbiq etdim. Shundan so'ng ko'chmas mulk, import, ishlab chiqarish, rivojlantirish, tarqatish va boshqa turli sohalarda ishlay boshladim. Bu sohalarda biznes boshlashdan oldin so'raydigan savolim: bu qanday amalga oshiriladi? Odamlar bu sohada qanday qilib muvaffaqiyatga erishgan? Bundan so'ng men o'zimni majburlab, soatlab vaqtimni sarflab, o'rganib, eng katta muvaffaqiyatga erishgan kishilarga o'xshab ishim yurishib ketdi. Qiziqarli fakt: atrofimizdagi olam neytraldir. Bu degani, atrofimizdagi olamning sening kimliging bilan ishi yo'q. Bo'ying uzunmi yoki kaltami, ortiqcha vazning bormi yoki yo'q, erkakmisan yoki ayol, oqmisan yoki qora, o'qiganmisan yoki yo'q, olamga farqi yo'q. Ahamiyatli taraf shundaki, sen ishingni retseptga qarab bajaryapsanmi yoki yo'q. Hammasini to'g'ri bajarsang, to'g'ri taom tayyorlaysan. Aks holda bunday bo'lmaydi. Muvaffaqiyatga erishish ham xuddi shunday. Atrofingdagi olamga buni kim amalga oshirayotganining farqi yo'q. Bundan kelib chiqadiki, adolat ko'r, olamga esa farqi yo'q. Bir necha yuz ming kishilar borki, ular sizdan ko'ra iqtidorli, bilimli, zehnli bo'lmasalar ham sizdan ko'proq pul topishmoqda. Chunki ular isbotlangan muvaffaqiyat metodlaridan foydalanishmoqda. Biz unda isbotlangan omad metodlarini aniqlab, ularni qayta-qayta takrorlayveramiz. Eslatib o'taman, hech narsa bir marta urinishda amalga oshmaydi. Shuni tushunib olishingizni so'rayman. Hech narsa birinchi urinishda o'xshamaydi. Nima deb o'ylaysiz? Oddiy bir inson maqsad qo'yib, uni amalga oshira olmayman deb o'ylashi uchun necha marta urinib ko'radi? Taxmin qilib ko'ring. Odatda birinchi urinishda ham, chunki ko'pchilik bir marta harakat qilmasdan taslim bo'lishadi. Ular bu ajoyib maqsad, men moliyaviy tomondan mustaqil bo'lishni xohlayman deyshadi va hech narsa qilishmaydi. Ular harakat qilmay ham turli xil bahonalar topishadi va ular ajoyib bir kuni oroliga borib qolishadi. Siz bir kuni oroli haqida eshitganmisiz? Bir kuni pul yig'ishni boshlayman, bir kuni ortiqcha vazndan xalos bo'laman, bir kuni o'z biznesimni boshlayman, bir kuni hayotimning moliyaviy tomoni haqida jiddiyroq o'ylashni boshlayman. Shunday kishilar juda ko'p va ular bir kuni orolida yashashadi. Mening va sizning maqsadingiz esa bu oroldan chiqib ketish va unga qaytmaslik. O'z hayotimiz ustidan nazoratni o'z qo'limizga olish. Bir necha yil oldin bir katta tadbirkor mendan o'z kompaniyasida ishlovchi 800 dan ortiq yosh tadbirkorlarga o'z mehnati tufayli millionerga aylanish haqida nutq so'zlashimni iltimos qildi. Men albatta bunga rozi bo'ldim. Yosh paytingda barcha mavzuda nutq so'zlayverasan. Men ham ko'pchilikka o'xshab yoshligimda 30 yoshgacha millioner bo'laman deb orzu qilardim. 30 yoshga to'lganimda buni 35 yoshimga qoldirdim. 35 ga kirganimda esa 40 yoshga to'lgunimcha amalga oshiraman dedim. 40 ga to'lganimdan so'ng esa bu haqda o'ylashni ham istamasdim. Chunki bu narsa, ya'ni o'z oldinga qo'ygan maqsadga yeta olmaslik yoqmasdi. Nutqqa tayyorgarchilik ko'ra boshlagan paytimda o'zimdan o'z mehnati orqali millionerga aylangan kishilar haqida nima bilaman deb so'ray boshladim. Bu narsa meni hayratga soldi. Men ular haqida hech narsa bilmasdim. To'g'ri, ularning million dollardan ortiq mablag'i borligini bilardim, lekin bu juda kam edi. So'ngra ular haqida o'rgana boshladim. Qancha ko'p narsa o'rganganim sari ular haqida ko'p narsani bilib olishganini bildim. Ular o'ziga maftun qilar edi. So'nggi 50 yilda yig'ilgan ma'lumotlar bilan tanishdim. Ular qayerda tug'ilgan, qanday sharoitda katta bo'lgan, qanday fikrlagan, o'z ishlarini qanday boshlashgan, qanday kishilar bilan ishlagan. Tushunib yetgan narsalarim orasida eng muhimlaridan biri shundan iborat ediki, millioner bo'lish ular uchun katta ahamiyat kasb etmagan. O'z-o'zini millionerga aylantirish uchun o'zi qanday insonga aylanishi muhim bo'lgan. Siz butunlay boshqa insonga aylanishingiz kerak. Bir do'stim aytganidek, oldin erishmagan biror narsaga erishmoqchi bo'lsangiz, oldin bo'lmagan insonga aylanishingiz kerak. O'zingizni millionerga aylantirmoqchi bo'lganingizda kerak bo'ladigan xislatlar sizni butunlay o'zga insonga aylantiradi. Bu o'zgarishlar sizning xarakteringizda, tartibda, qaror qabul qilishingizda, kuchida, o'zingizga ishonchingiz namoyon bo'lib, sizni yaxshi tomonga o'zgarishingizda katta ahamiyatga ega. Boy bo'lish sizning ko'p narsalarga qurbingiz, pulingiz yetishida emas, qanday inson bo'lib yetishingizda, odamlar tasavvurida qanday bo'lishingizda, hayotingizni qanday o'tkazishingizdadir. Bugungi ma'ruzamning asosiy mavzusi mamlakatimizning eng muvaffaqiyatli va aqlli insonlari haqida o'rganib, o'z mehnati orqasidan millionerga aylangan kishilarning xislatlari haqida. Agar sizda shunday fazilatlar mavjud bo'lsa, muvaffaqiyatga erishishingiz kafolatlangan. Agar sizda bunday xislatlar yo'q bo'lsa, xavotir olmang. Ularni bemalol o'rganib olsa bo'ladi. Barcha biznes va sotuvchilik mahoratini o'rgansa bo'ladi. Barcha moliyaviy
oilaviy mahoratni o'rgansa bo'ladi. Agarki mashina haydashni o'rgana olgan ekansiz, qolgan narsalarni o'zlashtira olasiz. Ehtimol daromadingizni 2 baravar oshirishingizga birgina narsa bo'yicha qobiliyatingiz yetmayotgandir. Birgina sohadagi mahorat yo'qligi tufayli o'zingizni millionerga aylantira olmayotgandirsiz. Bu deyarli barchaga taalluqli. Agar bu qanday mahorat ekanligini bilmasangiz, birga o'tkazgan vaqtimiz davomida uni topa olasiz degan umiddaman. Uni aniqlab olasiz deb o'ylayman. Unutmangki, barcha mahoratni o'rgansa bo'ladi. Odamlar ko'p gapirishdi. Men buni bilmayman, men bunga qodir emasman, qanday pul topishni bilmayman deb. Buni unuting. Barcha mahorat o'rgansa bo'ladigan. Ahamiyatga loyiq yagona narsa o'zingiz erishmoqchi bo'lgan barcha narsaga erisha olasiz. Chunki barcha qobiliyatingizni rivojlantirsa bo'ladi. O'zini millionerga aylantirgan kishilarning 10 ta fazilatini sanab o'tmoqchiman. Agar bu xislatlar sizda yo'q bo'lsa, qo'rqmang. Ularni rivojlantirsa bo'ladi. Agar sizda bu xislatlarning ko'pchiligi bo'lsa, o'ylagan barcha maqsadingizga yetasiz. Orzularingiz katta bo'lsin. Kelajakni ko'rish odatini rivojlantiring. O'zingizning kelajagingizni o'ylang. Unda siz boy, sog'lom, o'zingiz xohlagan barcha narsaga egasiz. Bu siz uchun ideal kelajak. Bu idealizatsiya deyiladi. Siz yaqin kelajakni tasavvur qilasiz. Bu siz uchun mukammal kelajak. Tasavvur qiling, sizni hech narsa to'xtata olmaydi. Yetarlicha vaqtingiz, pulingiz, do'stlaringiz, tanishlaringiz, tajribangiz bor. Siz istagan ishingizni qila olasiz. Agar shunday qila olganingizda qanday bo'lardi? Keyingi 5 yilda hayotingizni shunday mukammal qila olsangiz, u qanday bo'lardi? Qancha pul topar edingiz? Qancha boyligingiz bo'lar edi? Oilangiz qanday bo'lardi? Sog'lig'ingiz qanday bo'lardi? Qanday mashina haydardingiz? Agar sehrli tayoqcha topib, uni bir silkitib, o'zingiz uchun ideal hayot yasay olganingizda, u qanday bo'lardi? Bu o'ta boy bo'lishning boshlang'ich bosqichi. Ajoyib kelajagingiz haqida aniq tasavvur. Biz o'z tinglovchilarimizga shunday topshiriq beramiz. Bir varaq qog'oz olib, o'zingizning orzular ro'yxatingizni tuzib chiqing. Xuddi yosh bola yangi yilda oladigan sovg'alar haqida tuzgan ro'yxatga o'xshab. Bu sizga o'zingiz xohlagan narsalarni bilib olish imkoniyatidir. Bir do'stimga shu mashg'ulot haqida aytganimda juda hayajonlandi va xursand bo'lib, o'zining bloknotiga yoza boshladi. Orada bir gazetaga ko'zi tushib qoldi. Gazetani ko'rgan zahoti o'ziga yoqqan barcha narsaning har birini ro'yxatga yoza boshladi. Yozib tugatganda esa maqsadlar soni 33 ta edi. Bir oy o'tmasdan ro'yxatning soni 500 taga yetdi. Uning hayotida xuddi portlash yuz berdi. O'ziga jalb etish qoidasi unga nisbatan ishlay boshladi. U o'z hayotiga turli xil yangi odamlar, fikrlar, sharoitlar, resurslarni jalb etdi. Bu orqali u o'z maqsadi tomon, maqsadi esa u tomon harakatlana boshladi. O'zingiz yaxshi ko'rgan ishni qiling. Muvaffaqiyatga erishgan kishilarni uchratib so'rasangiz, ular o'z ishlarini sevishlari, yaxshi ko'rgan ishlarini qilishlarini aytishadi. Hayotda muvaffaqiyatga erishishning muhim qoidalaridan biri o'zingiz yoqtirib bajaradigan ishni topib, u orqali pul topishni o'rganishdan iborat. O'zingiz bajarishni yaxshi ko'radigan ishni topganingizda, bu ish sizga motivatsiya, g'ayrat beradi. Shunday ishni topsangiz, o'zingizni xuddi shu ish uchun tug'ilgan deb hisoblaysiz. Agar muvaffaqiyatli insonlardan ish haqida so'rasangiz, ular men hayotimda umuman ishlamaganman. Men o'zim yaxshi ko'radigan ishimni qilganman deb javob berishadi. Bir kuni ma'ruza o'qib bo'lganimdan keyin bir kishi bilan suhbatlashib qoldim. U shunday dedi: "Yoshligimda samolyot o'ynashni yaxshi ko'rardim. Samolyot o'yinchoqlarim, samolyotlar haqida kitoblarim bo'lardi. Pultda boshqariladigan samolyotlar orasida musobaqalarda qatnashar edim. Maktabga bora boshlaganimda esa samolyot injenerligini qiziqib o'qidim. Hozir 35 yoshdaman va 3 ta kompaniyaga egaman. Birinchisi kichik samolyotlar ishlab chiqaradi. Ikkinchisi kichik samolyotlarni ta'mirlash bilan shug'ullanadi. Uchinchisi esa kichik samolyotlarni lizingga beradi. Men umrimda bir kun ham ishlamadim. Men yoshligimdan beri samolyot o'ynayman xolos. Qilishingiz mumkin bo'lgan yana bir narsa, yoshligingizni, ayniqsa 6-14 yoshlar oralig'ida bajarishni yaxshi ko'rgan narsangizni topishingiz. Voyaga yetgan bo'lsangiz ham u bilan shug'ullanishingiz mumkin. Mukammallikka intiling. Bu juda ham muhim xislatlardan biri. Bu fazilatni rivojlantirishga menga juda ham qiyin bo'lgan. Yoshligimda men hech sohada mukammal emasdim. Masalan, ko'pincha sport jamoalariga qo'shilsa ham birinchi bo'lib chiqarib yuboriladigan bola bo'lganman. Yillar davomida baholarim past bo'lgan. Bir necha xil ishlardan haydalganman. Meni hattoki benzokolonkadan ham bo'shatib yuborishgan. O'ylab ko'ring, hattoki ayollar ham o'zi mashinasiga yoqilg'i qo'ya oladi. Meni esa shu ishdan ham haydashgan. Barcha muvaffaqiyatga erishgan kishilar o'z ishlarini mukammal bilishgan. Bir mashhur bank o'g'risidan nega banklarni o'g'irlashi haqida so'rashganida shunday javob bergan: chunki pullar bankda turadi. O'z sohangizdagi eng kuchli mutaxassislarning 10% ga kira olsangiz,
pul qayerdaligini topgan bo'lasiz. Siz qilishingiz kerak bo'lgani, kerakli narxni to'lab, kerakli qurbonlikni qilib, o'z sohangizdagi eng kuchli 10% ga kirish. Yaxshi yangilik, agar siz o'zingiz yaxshi ko'rgan ishni qilayotgan bo'lsangiz, siz albatta eng kuchli 10% ga kirishni istaysiz. Agar bajarayotgan ishingizda kuchli mutaxassis bo'lishni istamasangiz, kasbingizni o'zgartiring. Bu vaqtni behuda sarflashga yoki suvga tikilib o'tirishga o'xshaydi. Ko'pchilik ishga kiradi, ishxonada ishlaydi, uyga borib ham ishini o'ylaydi, lekin o'z ishini yomon ko'radi. Ishga bunday munosabat kelajakda hech qanday yaxshilikka olib bormaydi. Hozirgi kuningiz ham yaxshi emas. Xuddiki muz ustida turibsiz va muzning sekin sinishini eshityapsiz. Siz o'zingiz yaxshi ko'rgan ishingizni qilmayapsiz. Vaqtingiz yoqtirmagan ishingizga sarflanyapti va kelajagingizni o'zingiz yo'q qilyapsiz. Har bir kishi shunday yaratilganki, bir narsani qolganlarga nisbatan yaxshiroq bajaradi. O'zi ham bu ishni sevadi. Agar inson o'zi yaxshi ko'rgan ishini qilsa, u qobiliyatini mukammallashtira oladi. O'zingizni eng kuchli 10% ga qo'shadigan qarorni qabul qiling. Men sizlarga o'z hayotimni qanday o'zgartirganimni aytmoqchiman. Yoshim 30 larga yaqinlashib qolganida shu narsani tushundimki, eng yuqori 10% dagi kishilar o'z ishlarini boshlaganda eng quyidagi 10% likda bo'lishgan. Hozirda yaxshi yashayotganlar bir paytlar kambag'al hayot kechirishgan. Hozir siz ishlayotgan sohadagi eng kuchli 10% lar bir paytlar bu sohada ishlamagan. Hattoki bunday soha borligini ham bilmagan. Bu degani kerakli qurbonlikni qilib, bor kuchingiz bilan ishlasangiz, eng kuchli 10% likka kira olasiz. Bu qancha vaqt talab etadi? Bir hafta yoki bir oy emas. Ko'pchilik juda sabrsiz. O'z sohangizda yetuk mutaxassis bo'lish 5-7 yil talab etadi. O'ylashingiz mumkin, ey Xudoyim, 5-7 yil men o'z mehnatimdan katta mukofot olishim uchun shuncha vaqtimni sarflashim kerakmi? Sizga qiziq narsani aytaman. Vaqt baribir o'taveradi. Vaqtga hech narsaning qizig'i yo'q. Oradan 5 yil o'tgach, siz o'z sohangizda kuchli mutaxassis bo'lmoqchimisiz yoki qolgan 80% ga o'xshab o'z hayotingizdan qoniqmay yashayverasizmi? Hech kimda yaxshiroq emas, hech kim sizdan aqlli emas. Kimdir sohaning yetakchi mutaxassisi bo'la olgan ekan, siz ham bo'la olasiz. Shunchaki ishlashni boshlang. Ulardan qanday qilib bu darajaga yetganini o'rganing. Balki kimdadir ko'proq vaqt talab qilar, kimdadir kamroq, lekin maqsad sari kichik qadamlar bilan ham borsa bo'ladi. Bu katta mukofot. O'z ishingizni puxta bajarsangiz, o'zingizni yaxshi his etasiz. O'zingizga bo'lgan hurmatingiz va o'zingizga beradigan bahoyingiz o'sadi. Atrofingizdagilar ham buni sezadi. O'zingiz xohlagan chiptaga ega bo'lasiz. Xohlagan eshiklarni ochib kira olasiz. Chunki siz ertalab turishingiz bilan o'zingizni yaxshi his etayotganingizni his etasiz. Bu barcha mukofotlardan ham ustun. O'zingizga xos iqtidor va qobiliyatlaringizni rivojlantiring. Insonga tabiat tomonidan o'ziga xos iqtidor berilgan. Agar uni rivojlantirsangiz, o'ylagan barcha niyatlaringizga erisha olasiz. Har bir kishining geni u bir narsani o'zi yaxshi ko'rib, ajoyib tarzda va qoniqish hosil qiladigan qilib tuzilgan. Peter so'raganidek, nimada kuchlisiz? Qaysi sohada kuchli bo'lishingiz mumkin edi? O'zingizdan so'rang. Hozirgi kungacha erishgan yutuqlaringizda eng katta sabab nima? Nima qilish orqali eng yaxshi natijaga erishgansiz? Ta'kidlaganimdek, omad o'zidan yo'l qoldiradi. O'tmishingizga qarab, nimada kuchli bo'lganingizni, indikatorlar ko'rsatkichlarini topib, kelajakda nimaga erishishingiz mumkinligini bilishingiz mumkin. Yodingizdami? Yuqori maktabdagi fizika fani o'qituvchisini lotereyadan bir necha $100 million yutib olgani. Undan endi nima qilmoqchiligi haqida so'rashganda, u bir hafta dam olishini va maktabga o'z ishiga qaytishini aytgandi. Bu o'z ishini yaxshi ko'radigan kishining yaqqol namunasi. U o'ziga yoqqan joyda ishlamoqda. Endi o'sha joyga yaxshiroq mashinada boradigan bo'lsa ham, o'zingizni o'ziga ishlovchi deb hisoblang. Tadqiqotlarga ko'ra, voyaga yetganlarning bor yo'g'i 3% gina o'zini o'ziga javob beruvchi deb hisoblar ekan. Bu degani, ular o'z hayotida barcha narsaga o'zi javobgar ekanligini anglar ekan. Men 21 yoshligimda bir xonali uyda yashab, qurilishda ishlab yurgan paytlarimda har kuni ishga borish uchun 2 soat avtobusda, qaytishga ham 2 soat vaqtimni sarflab yurgan paytimda to'satdan anglab yetdimki, hayotimda sodir bo'ladigan barcha narsaga o'zim javobgarman. Hech kim meni qutqarmaydi. Bu hayotimdagi burilish nuqtasi edi. E'tibor bersangiz, muvaffaqiyatga erishganlar o'zini o'ziga ishlovchi deb hisoblashadi. Ba'zida ma'ruza paytida kim o'zini o'ziga ishlovchi deb hisoblaydi deb so'raganimda, ba'zilar qo'lini ko'taradi, ba'zilar esa yo'q. Keyin auditoriyadan qaysi javob to'g'riligini so'rayman. To'g'ri javob esa barcha o'ziga ishlovchidir. Agar birovning qo'lida ishlayotgan bo'lsangiz ham o'ziga ishlovchiman deb hisoblamasangiz, katta xatoga yo'l qo'yasiz. To'g'ri, kimdir sizning oyligingiz berilishi to'g'risidagi buyruqqa qo'l qo'yishi mumkin, lekin hayotingizdagi eng katta mas'uliyat
o'zingizning bo'yningizda. Kompaniyada ishlovchi xodimlarning eng foydalisi ham kompaniyani o'ziniki deb hisoblaydiganidir. Kompaniyada sodir bo'layotgan barcha narsani o'zlariga aloqador deb hisoblaydiganlar. Ular kompaniyada sodir bo'layotgan barcha narsani o'zlariga aloqador deb hisoblashadi. Agar ishim unday, ishim bunday, ishim yomon deb nolayotgan odamlarni ko'rsangiz, bilingki, bunday qilish omadsizlarning ishidir. Hattoki ular bunday qilishni aqlli ish deb o'ylashsa ham. G'oliblar har doim kompaniyadalar. Agar u yerda bo'lmasalar, qanday qilib kompaniyalarni rivojlantirish to'g'risida o'ylashadi. Chunki ular ishni shunchaki ish deb emas, shaxsiy ish deb hisoblashadi va o'zlarining mas'uliyati deb hisoblashadi. Oxir-oqibatda bunday fikrlash tufayli ularga ko'proq maosh belgilanadi. Karyeralari tezroq rivojlanadi. Ularga malaka oshirishga ko'proq imkoniyat beriladi. Bunday kishilar qaymoqqa o'xshashadi va yuqoriga suzishadi. Kompaniyaning eng yuqori lavozimlariga ega bo'lishadi. Bunday kishilar eng kuchli 3%dir. Aniq yo'nalish tanlash qobiliyatini rivojlantirish. Bu degani o'z maqsadiga intensiv ravishda urg'u beradigan insonga aylanish demakdir. Muvaffaqiyatga erishgan barcha kishilar o'z maqsadlarini aniq bilishgan. Eski maqolda aytilganidek, ko'rolmagan narsangni ishg'ol eta olmaysan. Hayotingning barcha jabhasida nima xohlayotganingni aniq bilishing kerak. Bir necha yil oldin Hunt Oil Company'da ishladim. Kompaniya asoschisi Hunt o'z biznesining cho'qqisiga erishganda, ya'ni kompaniyalari soni 200 dan oshganda, dunyoning eng boy kishisiga aylanganda, kompaniyalardagi ulushlaridan kuniga 3 million dollar daromad olar edi. Bir do'stim vafot etishidan oldin u kishidan 1970-yillarda intervyu olgan edi. Do'stim u kishidan muvaffaqiyatga erishishning kaliti nimada deb so'raganda, shunday javob olgan. Omadga erishish kaliti bor yo'g'i 2 narsadan iborat. Birinchisi, nimaga erishmoqchiligingni aniq bil, qog'ozga tushir, reja tuz va amalga oshir. Ikkinchisi, natijaga erishishing uchun nimani qurbon qilishingni va qanday mukofot seni kutayotganini aniq bil. Sabab va natija qonunini o'rganayotganimda bunga qo'shimcha ravishda angladimki, hozirgi kunda qanday yashayotgan bo'lsak, bu o'tmishda qilgan mehnatimiz natijasidir. Aytishganidek, nimani eksang, shuni o'rasan. Bugun nimaga egalik qilayotgan bo'lsang, o'tmishda u uchun kerakli narxni to'lagansan. Agar hozirgi holatingdan mamnun bo'lmasang, boshqacha tarzda ishlashni boshla. Shu narsani bildimki, hayot har doim uzoq muddatda adolatlidir. Shuning uchun hayotda 2 narsaga ko'ra muvaffaqiyatga erishasan. Kerakli badalni o'zing uchun to'laysan, o'qiysan, tayyorlanasan, bor kuching bilan ishlaysan. Sen badalni oldindan to'laysan. Bu degani bir narsaga erishishdan oldin badalini to'laysan. Avvaliga mehnat qilasan, keyin mukofotini olasan. O'zingizga savol bering. Orzuyimni amalga oshirish uchun qanday badal to'layman? Shuni aniqlang, yozib qo'ying, reja tuzing va uning ustida har kuni ishlang. Sizlarga kichik mashg'ulot berishimga ijozat bering. Bir varaq qog'oz olib, keyingi 12 oy ichida amalga oshirmoqchi bo'lgan 10 ta maqsadingizni yozib qo'ying va o'zingizdan so'rang. Agar shu ro'yxatdagi 10 tadan bittasini amalga oshira olsam, muhimi 24 soat ichida qaysi biri hayotimga eng katta pozitiv o'zgarish olib kirgan bo'lar edi? Bu savolga javob berish qiyin. Chunki bir maqsadni tanlasangiz, ishonchingiz komil bo'ladiki, shu maqsadga erishasiz. Shu maqsadga erishsangiz, hayotingizda katta o'zgarish ro'y beradi. Ba'zida bu moliyaviy maqsad, ba'zida sog'liq haqidagi niyat bo'ladi. Ba'zida munosabatlar to'g'risida bo'lishi mumkin. Aniqlab olganingizdan so'ng, uni dumaloqqa olib, varaqning orqa tomoniga yozing. Bajarish uchun berilgan vaqtni ham yozing va uning ostidan maqsadingizni amalga oshirishingiz uchun qilishingiz kerak bo'lgan ishlar ro'yxatini tuzing. Niyatingizni ro'yobga chiqarish uchun har kuni mayda qadam bo'lsa ham tashlang. Shu narsaga va'da bera olamanki, aniq maqsad qo'yish va har kuni uni amalga oshirish uchun ishlash hayotingizni o'zingiz kutmagan yo'nalishga o'zgartiradi. Aytishganidek, qachon inson o'zining oldiga aniq maqsad qo'yib, unga erishish uchun har kuni qadam tashlar ekan, u buyuklik tomon harakatni boshlabdi. Bu o'z mehnati orqali millioner bo'lish va katta muvaffaqiyatga erishish kaliti. Ishonchim komilki, shu yo'nalishda ishlashni boshlaganingizdan so'ng, oradan bir necha oy yoki yil o'tganidan keyin ortga qarasangiz, hayratdan yoqa ushlaysiz. Bir kuni seminardan keyin bir kishi oldimga kelib shunday dedi: "Eng muhim maqsadni qo'yish to'g'risidagi mashqingiz yodingizdami? Shu mashqingiz mening hayotimni o'zgartirdi. 10 yil oldin men ajrashgan, ichkilikka berilgan va qashshoq bir kishi edim. Kimdir meni sizning seminaringizga yubordi. Men o'zimning maqsadimni belgilab oldim va uni ro'yobga chiqarish uchun ishlay boshladim. Mana hozir oradan 10 yil o'tib 40 million dollarlik boylikka egaman. Men qoyildan boshqa so'z topolmadim. U menga o'sha seminar uchun yana bir bor rahmat deb xayrlashdi. Muvaffaqiyatsizlik yuz berishini hisobga
olmang. Insonda muvaffaqiyatsizlik to'g'risidagi qo'rquv borligi maqsadga erishishi uchun eng katta to'siqdir. Buni muvaffaqiyatsizlik bilan adashtirmang. Chunki har birimiz professional omadsizmiz. Noto'g'rimi? Barcha inson zoti bor ekanki, muvaffaqiyatsizlikni boshidan o'tkazadi. 10 tadan 9 ta boshlagan ishimiz omadsizlikka yuz tutadi va biz kutmagan ravishda natija beradi. Munosabatlarda, ishda, karyeramizda, investitsiyalarda, deyarli barcha narsada omadsizlikka duch kelamiz. Muvaffaqiyatsizlik sizni ortga tortmaydi. U sizni aqlliroq bo'lishingizga sabab bo'ladi. Muvaffaqiyatsizlik ro'y berishi mumkinligi to'g'risidagi qo'rquv sizni ortga tortadi. Bunday holatlarni yengib o'tish muvaffaqiyatsizlik yuz berishini hisobga olmaslikdan iborat. Qoida shundayki, muvaffaqiyatsizlik degan narsaning o'zi yo'q. Faqat mulohaza va tajriba bor. Agar biror narsa bilan shug'ullansangiz va u ish o'xshamasa, mulohaza va tajribaga ega bo'lasiz. Tan olish kerakki, sinab ko'rgan narsalarning ko'pchiligi birinchi martada amalga oshmaydi va siz bundan foydali mulohaza hosil qilib, tajribaga ega bo'lasiz. Oldinga intilishda davom etasiz. Qancha ko'p tajribaga ega bo'lar ekansiz, zehningiz o'tkirlasha boradi. O'z mehnatingiz orqali millioner bo'lmoqchi ekansiz, ko'proq xatolar qilib, tajriba to'plab, aqlliroq bo'lib boraverasiz va shu darajaga yetasizki, ko'proq narsalarni to'g'ri bajarib, kamroq vaziyatlarda xatoga yo'l qo'ya boshlaysiz. Lekin bu darajaga muvaffaqiyatsizliklarsiz erisha olmaysiz. Henry Ford ta'kidlaganidek, muvaffaqiyatsizlik yana va yana aqlliroq holda boshlashdir. O'z-o'zini millionerga aylantirgan kishilar bilan suhbatlashib, kashf etilgan yangilik bilan tanishtirsam, bunday muvaffaqiyatga erishgan kishilar muvaffaqiyatsizlikni yaxshi, foydali deb hisoblashadi. Buning ortida qandaydir foydali jihat bordirki, ular har doim buni topishadi. Undan tashqari, ular har doim tajriba orttirishga chanqoq bo'lishadi. Har bir to'siq, har bir omadsizlikdan bir nima o'rganishadi. Omadsizlar esa nima qiladi? Ular xafa bo'lishadi, yig'lashadi, yo'qotgan narsalariga achinishadi va o'z muammolarida o'zgalarni ayblashadi. Muvaffaqiyatga chanqoq kishilar esa bu xatoni ikkinchi takrorlamaslik uchun bundan nimani o'rgansam bo'ladi deb o'ylashadi va yaxshi tomonga harakat qilishadi. Ishonchim komilki, bugun siz to'qnash kelayotgan eng katta muammolardan ko'p narsani o'rgansangiz bo'ladi. Ehtimol bu muammolarning yechimi sizga berilgan eng katta sovg'adir. Bu orqali siz muvaffaqiyatga erishishingiz mumkin. Nima sodir bo'lgani va kim aybdorligi to'g'risida o'ylashni to'xtatib, qiyinchiliklardan olishingiz mumkin bo'lgan sovg'aga e'tibor bersangiz, bir kuni hayotingizni o'zgartirib yuborishingiz mumkin. O'zingizni umr bo'yi o'rganishga bag'ishlang. Kambag'al insonni boylardan ajratib turadigan narsa o'z ustida ishlash va shaxsiy o'sishdir. Peter Drucker aytganidek, bilim va mahorat 21-asr kalitidir. 21-asrda kerak bo'ladigan eng muhim qobiliyat yangi mahoratlarni o'rganish bo'ladi. Chunki biz bilgan narsalar tezlik bilan o'zgarmoqda. Stephen Covey ta'kidlaganidek, hozirgi biror sohadagi mahoratingizning foydalilik davri 2 yilga tengdir. Bu degani, bilgan narsalaringizning yarmi 2 yildan so'ng sizga kerak bo'lmaydi. Agar siz to'xtovsiz ravishda bilimlaringiz va qobiliyatingizni ko'paytirmas ekansiz, siz bir o'rinda turmaysiz. Xuddi basketbol murabbiylari haqida aytilganidek, sening ishing sifati yaxshilanmayapti, yomonlashib bormoqda. Davomiy ravishda o'rganishdan to'xtasangiz, bir o'rinda turmaysiz va o'z rivojlanishingizda ortga qadam tashlayotgan bo'lasiz. Davomiy ravishda o'rganishning 3 ta kaliti bor. O'z sohangizga doir adabiyotni har kuni 30-60 daqiqa mutolaa qiling. Televizor va radioni o'chiring. Gazetani boshqa joyga qo'yib, bor e'tiboringizni kitob o'qishga qarating. Ayniqsa, o'z sohangizdagi eng muvaffaqiyatli kishilar tomonidan yozilgan kitoblarni o'qing. Kitoblarda boylik kayfiyati borki, uni o'qiganingiz sari yaxshiroq darajada ish bajarasiz. Oldingidan ko'ra natijalaringiz kuchayadi. Har kuni 30-60 daqiqa mutolaa qiling. Men shu haqida eshitganmanki, oddiy insonlar o'zlarida mutolaa qilish odatini rivojlantirgandan so'ng 1 yil ichida o'z daromadlarini 2-3 barobarga oshirishgan. Qatnasha olgan barcha kurs va seminarlarga qatnashing. Bunday kurslar professionallar tomonidan taqdim etilib, ular yillar davomida o'z ustida ishlab, tekshirib, sizga soatlab gapirayotgan kishi minglab soat vaqtini shu sohadagi bilimlarini ulkan darajaga olib chiqish uchun izlangan va nafaqat o'zi, balki boshqa minglab kishilar bilan ham o'z bilimlari bilan o'rtoqlashgan. 2-3 kun bo'ladigan seminarda qatnashib, 2-3 yil vaqtingizni sarflab o'rganishingiz mumkin bo'lgan, balki umringiz davomida o'rganishga vaqtingiz yetmagan narsalarni o'rganishingiz mumkin. Kishilar o'zlariga bahona topishadi. Meni kitoblar sotib olishga pulim yo'q, seminarlarda qatnashishga qurbim yetmaydi. Bir necha yil oldin bir stomatologga ishim tushgan edi. U juda muvaffaqiyatli
muvaffaqiyatli kishi edi. Bir tanishim uni menga maslahat berdi. U doktor 53 yoshida pensiyaga chiqdi va nafaqaga chiqishdan oldin o'zi amaliyotda sinagan nazariyalarini $2 million ga sotdi. U nafaqaga chiqishdan oldin nega unday qilganini aytdi. U 8 yil oldin Gonkongda o'tkazilgan stomatologik kongressda qatnashgan ekan. U kaliforniyalik bo'lsa ham Gonkongga borib, xalqaro kongressda qatnashgan. U yerdagi mutaxassislar maxsus yopiq kurslar berayotgan edi. U oldindan yozilib qo'ygan va ularga qatnashgan. U shu darslar davomida hech kim bilmagan tishlarda kosmetik jarohatlarni tuzatish texnikasini aniqlaydi. Bu orqali u kishilarning yuqoridagi jag'larini tekislab, insonning tashqi ko'rinishini yaxshi tomonga o'zgartirar edi. Muhimi, u bu ishni yuqori sifat va kichik narx evaziga bajarar edi. U qaytganidan so'ng shu ma'lumotlarni amaliyotda qo'llay boshlagan. Unga kelayotgan mijozlar juda ham ko'paygan. Xuddi ular oqib kelayotgandek edi. Hatto 500,000 mil uzoqlikda yashovchi boshqa tish doktorlari ham o'z oilalarini unga jo'natishardi. Nafaqat oila a'zolari, hattoki boshqa tish doktorlari ham o'zlari unda muolaja olishardi. U bu orqali yaxshi daromad ko'rdi va 8 yildan keyin 53 yoshida millioner sifatida nafaqaga chiqdi. U bunga birgina seminarda o'rgangan bilimlari tufayli erisha oldi. Bu haqiqatdan bo'lib o'tgan voqea. Balki bunday voqealar juda ham kam bo'lishi mumkin, lekin shunday ma'lumotlar qayerdan kelishini bilmaymiz. Mashinada yurgan paytingizda audio dasturlarni eshiting. O'rta hisobda kishi 1 yil davomida 500 dan 1000 soatgacha mashina boshqarar ekan, bu 25,000 dan 50,000 milgacha masofa bosadi degani. Janubiy Kaliforniya universiteti bergan ma'lumotga ko'ra, agar mashina boshqarayotganingizda audio dasturlarni eshitib borar ekansiz, yil davomida universitetga qatnab o'rgangan bilimlaringiz ekvivalentiga teng ma'lumot olar ekansiz. Bu hayotingizni to'liq o'zgartirib yuborishi mumkin. Qiziq ma'lumot. O'z ustingizda qancha ko'p ishlar ekansiz, o'zingizda o'zingizga bo'lgan hurmat, ishonch ortadi va ishlaganingizda, vaqt sarflab kitob o'qiganingizda o'zingizga aytasiz: "Qoyil, men kelajakda shunday katta muvaffaqiyatga erishaman. Men o'z potensialim cho'qqisiga erishaman." Bundan o'z-o'zingizga beradigan bahoyingiz, hurmatingiz oshadi, g'ururingiz oshadi, karyerangiz ham tezroq rivojlanadi, maoshingiz ham ko'tariladi. Ishchan fikrlashni yo'lga qo'ying. Hozirgi kunda jamiyatda ko'pchilik shoshmasdan, ishda ko'ngilxushlik qilishga, ishga jiddiy qaramaslikka maslahat berishadi. Bu omadsizlarning gapi. To'g'ri, hayotda shunday paytlar bo'ladiki, bir qadam ortga tashlab, dam olish kerak bo'ladi. Faqat bu holat maqsadlaringizga erishganingizdan so'ng bo'lsin, undan oldin emas. Chunki orzuyingizga yetmas ekansiz, siz maqsadga erishish uchun ishlayotgan 100 minglab, millionlab kishilar bilan raqobatdasiz. Xuddi Olimpiya o'yinlaridek. G'alaba uchun siz ulardan ko'proq, aqlliroq, yaxshiroq ishlashingiz kerak. Ishchan mentalitetni rivojlantirish nima degani? Biroz vaqtliroq turasiz, biroz ko'proq ishlaysiz, biroz kechroq uyquga ketasiz. Men 40+ deb ataydigan formuladan foydalaning. Bu degani haftasiga 40 soat ishlash faqatgina yashab qolishingiz uchun yetarli bo'ladi. Haftasiga 40 soat ishlaysiz. Oldinga o'sish bo'lmaydi. Bir joyda zo'rg'a turib, o'zingizni zo'rg'a eplaysiz. 40 soatdan ortiq ishlagan har bir soat vaqtingiz bu kelajagingiz uchun qilgan investitsiyangizdir. Demak, kelajagingiz qanday bo'lishini 40 soatdan tashqari qanday ishlayotganingiz bilan bilib olishingiz mumkin. Amerikada o'z mehnati tufayli millionerga aylangan kishilar boyligi $1 million ga yetguniga qadar qancha soat haftasiga mehnat qiladi? 59 soat, ba'zan 70, 80, 90 soat ham mehnat qilishi mumkin. O'rtachasi 59 ga teng. Top darajaga chiqqan mutaxassis qancha ishlaydi? 59 soat. Mana sizga yana bir qoida. 40 dan keyingi soatlar kelajakka investitsiya. Ayrimlar aytadiki, men haftasiga 40 soatdan ortiq ishlay olmayman. Ofisim qulflanadi. Mayli, bo'sh vaqtingizni o'zingizga, ishingizda kuchliroq bo'lishingiz uchun kerakli xislatlarni o'rganishga sarflang. Ish vaqtida bor e'tiboringizni ishga qarating. Ish vaqtini bekorga sarflamang. O'yin qilmang. Ish vaqtining 50% dan ortig'i bekorchilikka sarflangan. Bekorchi suhbatlar, shaxsiy ishlar, oiladagi muammolar, internetda o'tirish, kofe ichish, gazeta o'qish, uzoq tushliklar, kech kelish, vaqtli qaytish. Qolgan 50% vaqt esa shoshilish bilan o'tadi. Chunki endi berilgan vazifalardan eng muhimidan boshlab bajarish kerak. Bu paytda esa mayda ishlar ham muhim ko'rinadi. Mayda ishlarni bajarishdan keyin qiyin vazifalar to'planib boraveradi va katta stressga sabab bo'ladi. Oqibatda uyda ham ish haqida o'ylab, bu vazifani bajarishim kerak, lekin o'zimni tartibga sola olmayapman. Birga ishlaydigan kishilar bilan suhbatlashishdan o'zimni to'xtata olmayapman. Kimdir yonimga kelsa, avtomatik ravishda bla 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 boshlayman.
tashlanadi. Yo'q, bunday qilmang. Siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa ish vaqtida bor e'tiboringizni ishga qarating. Agar kimdir ish paytingizda sizdan gaplashib olishga 1 daqiqa vaqting bormi deb so'rasa, ha, faqatgina ishdan keyin deb javob bering. Siz ishlashingiz kerak. Sizga bir maslahat beraymi? Koridor bo'yicha pastga tushib, o'sha yerdagilarning karyerasini vayron qiling. Bu yerda turish menga emas deb hazillashing. Bir ajoyib voqea bo'lgan. Bir kuni yosh qiz onasidan so'rabdi: "Oyjon, nega dadam har doim uyga sumkalari bilan kelib, kechki paytlari, dam olish kunlari ham ishlaydilar? Nega biz bilan vaqt o'tkazmaydilar?" Onasi: "Dadangning ishi ko'p. Xuddi sen maktabingda vazifa bajarganingdek, dadang ham uy vazifasini bajaradi" deb javob berganda, qizi yana so'rabdi: "Unda dadam kichikroq sinfga o'tsalar bo'lmaydimi?" Kerakli insonlar atrofida bo'lish. Bu fazilat o'z mehnati tufayli millioner bo'lishning asosiy qoidalaridan biri. Garvarddagi doktor 25 yil davomida nega ba'zilar boshqalarga nisbatan ko'proq muvaffaqiyatga erishadi degan savolga javob topish uchun tadqiqot o'tkazgan. Ular shu narsani aniqlashdiki, hayotda muvaffaqiyatga erishishning 90% o'zingiz tanlagan odamlar guruhiga bog'liq. Siz tanlagan odamlar guruhiga o'zingizni munosib deb bilsangiz, ular ishxonadagilar, uydagilar, siyosiy partiyadagilar va tanishlar bo'ladi. Mutaxassislar aniqlagan yana bir narsa shuki, o'zingiz tanlagan kishilar guruhini o'zgartirish fikrlashingizni butunlay o'zgartirib yuboradi. Nega? Chunki biz xameleonga o'xshab ko'p vaqt o'tkazadigan kishilarning kayfiyati, o'zini tutishi, fikrlashi, qanday kiyinishi, qanday gapirishini kuzatib, o'zimiz o'zgaramiz. Agar doim muvaffaqiyatga erishgan kishilar bilan ko'proq vaqt o'tkaza boshlar ekansiz, ularning dunyoqarashi butunlay boshqacha ekanini ko'rasiz. Ular pozitiv, yengib bo'lmas, e'tiborini aniq bir narsaga qaratgan, o'sishga, o'rganishga chanqoq bo'ladi va siz ham ularga o'xshay boshlaysiz. Bilamizki, o'zgalar bilan munosabatimiz baxtli bo'lish yoki bo'lmasligimizning 85%ni belgilab beradi. Bu degani, shaxsiy munosabatlaringiz yaxshi bo'lmasa, bu narsa sizni orqaga tortadi. Agar xo'jayiningiz yomon bo'lsa, ishingizdan zavqlana olmaysiz. Yoki kasbdoshlaringiz orasida bir negativ inson bo'lsa, u butun ofisga negativlik bilan ta'sir etishi mumkin. Muhimi shundaki, kim bilan qanday munosabatda bo'lish esa faqat sizning qo'lingizda. Buni o'zingiz tanlaysiz. Cho'qqidan cho'qqiga chiqishga tayyor bo'ling. O'z mehnati tufayli muvaffaqiyatga erishishning kalitlaridan biri hayotning bir xil emasligi, past va balandi borligini aniqlashdir. Bir cho'qqiga chiqqaningizdan so'ng, keyingi cho'qqini zabt etish uchun pastga tushishingiz kerak bo'ladi. Hayot qaytariluvchi sikl va trendlardan iborat. Yuqoriga ko'tariluvchi, pastga tushuvchi. Savol esa, yo'nalishingiz qandayligini bilasizmi? Eshitgandirsiz. Hayotda 2 qadam oldinga tashlagandan so'ng 1 qadam ortga tashlanadi. Muvaffaqiyatga erishgan kishilar bor e'tiborlarini oldinga tashlaydigan 2 qadamlarga berishadi va ortga katta qadam tashlab yuborishdan o'zlarini himoya qilishadi. Ular qora kunga pul saqlab qo'yishadi. Birjalarda aksiyalari narxi ma'lum darajaga yetganda, pasayganda sotib yuborishadi va qilayotgan hamma ishlariga bor e'tiborlarini qaratib, oldindan tashlagan 2 qadamdan so'ng orqaga tashlanadigan qadam katta bo'lmasligiga harakat qilishadi. Ular yo'nalishlar faqat oldingi bo'lishi uchun mehnat qilishadi. Ortga tashlangan qadamdan so'ng ham oldingidan ko'ra oldinroqda bo'lishadi. Moslashuvchan va zarbaga dosh bera oladigan bo'ling. Yuqorida ta'kidlaganimdek, ko'p narsa biz kutgandek yoki umuman ishlamaydi. Hayot davomida turli xil zarbalarni qabul qilib olamiz. Do'stim aytganidek, chida, lekin yorilma. Ishlar noto'g'ri ketsa, chida. Bir necha yil oldin aqliy tiklanish, tayyorgarlik to'g'risida eshitdim. Aqliy tiklanish deganda omadsizliklar, xatolar hayotda bo'ladi va ularga o'zini oldindan aqliy tomondan tayyorlash tushuniladi. O'zingizga shunday deysiz: "Bilaman, hayotda bir nima xato ketishi mumkin. Mabodo shunday bo'ladigan bo'lsa, men buning uchun siqilmayman. Men bir chuqur nafas olaman-da, bundan nimani o'rgansa bo'lar ekan deb o'zimdan so'rayman. Bunday omadsizliklar meni sindirishiga yo'l qo'ymayman. Ko'pincha men seminarda kimdadir qandaydir muammo bormi deb so'rayman va odatda hamma qo'lini ko'taradi. Shu narsani bilingki, hayot muammolar seriyasidir. Ular okeandagi to'lqinlar kabi kelaveradi, tugamaydi. Bu bitmas muammolar ketma-ketligida tanaffus har zamonda bir yuzaga keladigan krizisdir. Hayot xuddi muammo, 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 krizis, muammo, 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 krizis. Xuddi okean to'lqinlariga o'xshab muammolar va krizis kelaveradi. Bundan kelib chiqadiki, bu yerdagi hamma krizisda yoki endi krizisdan chiqishda yoki endi krizisga uchrashadi. 30 yillik tadqiqot natijasida shuni aniqladimki, muvaffaqiyatga erishgan kishilar muammoga yechim qidirishadi. Ular o'zlari muammo tufayli hafsalalari pir bo'lishiga yo'l
yo'l qo'yishmaydi. Agar biror omadsizlik ro'y bersa, yodda tutishga harakat qilishadi. Ular o'ta yechim izlovchi kishiga aylanishadi. Xuddi shu narsa ijodiylik, kreativlikni oshiradi. Qilishingiz kerak bo'ladigan narsa muammoni aniqlab, uni qog'ozga tushirish va tagidan yechim bo'lishi mumkin bo'ladigan javoblarni yozib qo'ying. Yuqorida aytib o'tgan asosiy maqsadni aniqlash to'g'risidagi mashqqa qo'shimcha qilib, yana bir mashq aytmoqchiman. Birga o'tkazgan vaqtimiz davomida shu ikki narsani o'rganib, keyinchalik amalga oshirsangiz, hayotingiz o'zgaradi. Siz allaqachon hayotingizga eng katta pozitiv o'zgarish olib keladigan o'zgarishni aniqlab oldingiz. Masalan, maqsadingiz daromadingizni 2 barobar oshirishi. Varaqning yuqori qismiga nima qilsam keyingi 12 oy ichida shu maqsadga erishaman deb yozing. Qanchalik aniq bo'lsa, shunchalik yaxshi. Agar siz 50 ming dollar topayotgan bo'lsangiz, nima qilsam 1 yildan so'ng daromadim 100 ming dollarga yetadi deb yozing va shu savolga 20 ta javob yozishga o'zingizni majburlang. Kamida 20 ta javob yozing. Ko'proq ishlash, aqlliroq ishlash, kechroq uxlash, kasbni o'zgartirish, qobiliyatlar ustida ishlash va boshqalar. Nima bo'lsa ham o'zingizni 20 ta javob topishga majburlang. Bu aqliy shturm deb ataladi. Birinchi 3-5 ta javob oson topiladi. Keyingi 3-5 tasini topish qiyinroq bo'ladi. So'nggi 5-10 tasi juda ham qiyin bo'ladi. Bu mashqni juda ko'pchilikka berganman. 20 ta javob topib, hayotini o'zgartirib yuborgan kishilar, millionerga aylangan kishilar soni juda ko'p. Ijodiy fikrlash metodlari orasida aqliy shturm orqali bajariladigan eng effektiv masala 20 ta javob yoz mashqi bo'ladi. 20 ta javobni yozib bo'lganingizdan so'ng bittasini, istagan bittasini tanlang. Uning ustida ishlay boshlang. Bu harakat sizni kun bo'yi aktiv, ijodiy fikrlaydigan holatda saqlab turishiga men kafolat beraman. Doimiy optimist bo'ling. Bu degani siz ko'pincha nima haqida o'ylasangiz, o'shani gapirishdir. Ular istagan narsalari haqida gapirishadi. Ular har bir jarayondan yaxshi narsa ko'rishadi. O'zlariga o'rnak dars qidirishadi. Buning orqasida o'z onglarini yangi fikrlar uchun ochib, dunyoqarashlarini kengaytirishadi. Optimistlar haqida ikkita ajoyib narsani o'rgandim. Ular ko'proq narsani o'rganishadi. Shundan kelib chiqqan holda, ularning kerakli paytda, kerakli joyda, kerakli narsani o'rganishayotgani ularning muvaffaqiyatga erishish ehtimolini oshiradi. Ular ko'proq narsani sinab ko'rishadi. Bundan ko'rinib turibdiki, ular kerakli paytda, kerakli joyda, kerakli narsani sinab ko'rishlari ularning muvaffaqiyatga erishishlari ehtimolini oshiradi. Ular davom etishadi. Ular tan berishmaydi. Optimist kishilar shundayki, agar ular o'z oldilariga boylik orttirish maqsadini qo'ysalar, shu maqsadga erishmagunlaricha to'xtamaydilar. Har qanday to'siqqa uchrasalar ham harakatda davom etadilar. Deyarli barcha boshida o'zi istagan, o'ylagan sohada emas, boshqa sohada muvaffaqiyatga erishadi. Xuddi futbolchilarga o'xshab, boshqa o'yinchilardan qochib, aylanib, qiyshiq yo'nalish bo'yicha harakat qilsalar ham, ular hech qachon darvoza qayerdaligini esdan chiqarishmaydi. Demak, optimistlar ko'p narsani o'rganadilar, ko'p narsani sinab ko'rishadi, uzoqroq davom ettirishadi. Botirlik va davom ettirish. Ta'kidlaganimdek, muvaffaqiyatga erishishning eng katta dushmani omadsizlik bo'lsa, botirlik uning aksidir. Muvaffaqiyatga erishish uchun turli xil jasurlik jarayoni bo'ladi. Boshlash uchun matonat. Bu paytda muvaffaqiyat uchun hech qanday kafolat bo'lmaydi. Agar hamma to'siqni yo'q qilishga harakat qilsangiz, hech qachon hech nimaga erishmaysiz. Muvaffaqiyatli kishilar hech qachon kafolat haqida o'ylashmaydi. Ular reja tuzishadi, harakatni boshlashadi. Kafolatsiz harakatni boshlang va o'rganing. Davom ettirish uchun jasorat. Bu degani tan bermasdan, oldindan qaror qilish. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, siz boshlagan ishingizni tashlab qo'ymaysiz. Har xil to'siqlar, zarbalar bo'lsa ham siz davom etasiz. Oldindan qaror qilganingiz uchun siz zarbalarni qabul qilasiz, lekin ular sizni chalg'itmaydi. O'z-o'zini tartibga chaqirish. Amerikaning eng boy 500 insonini o'rganib chiqqan mutaxassislar tomonidan eng muhim fazilat deb atalgan xislat. Bu degani o'zingiz qilishingiz kerak bo'lgan ishingizni qilishingiz kerak bo'lgan joyda sizga yoqsa yoqmasa ham bajarish kerak demakdir. Bu jihat sizga muvaffaqiyat keltiradi. Bu o'zingiz qilishingiz kerak bo'lgan ishni qilishingizdir. Davom ettirish va o'zini o'zi tartibga chaqirish bir-biri bilan uzviy bog'liq. Ular to'g'ridan to'g'ri o'zingizga beradigan bahoyingizga ham aloqadordir. Xuddi uchburchak singari. Qanchalik tan bermasdan ishingizni davom ettirar ekansiz, o'zingizga beradigan bahoyingiz ko'tariladi. O'zingizni tartibga chaqirishingiz ham oson bo'ladi. Bular orqali siz mutlaq to'xtatib bo'lmas kishiga aylanasiz. Shunday nuqtaga yetasizki, istagan narsangizga erisha olishingizni bilasiz. Dunyoda sizni hech narsa to'xtata olmaydi. Oldinga tashlagan har bir qadam
yo'qodamingiz sizni kuchliroq qilaveradi. Odamlar siz haqingizda shunday deyishadi. Men u haqida bir narsani bilaman. Uni hech narsa to'xtata olmaydi. O'zingizda shu fazilatni rivojlantira olar ekansiz, hech narsa sizga to'siq bo'la olmaydi. So'nggi so'z sifatida shuni aytaman. Biz insoniyat tarixidagi eng yaxshi davrda yashamoqdamiz. Yaqin yillarda insonlar butun tarixdagidan ko'ra ko'proq pul topishadi. Ko'pchilik millionerga aylanadi. Bu narsa hech kim hech qachon o'ylamagan tezlikda amalga oshadi. Siz ham boshqa millionerlar qilgan ishni qilsangiz, hech narsa sizni to'xtata olmaydi. Umid qilamanki, siz ham o'z mehnatingiz tufayli millionerga aylanasiz. Thank you very much.